Qaysi kasb egalari ko'proq grija bo'lishadi? Ikkinchi qism. Mebelchilar yoki novvoylar? Mebelchilar sababi og'ir yuk ko'tarish belga katta bosim beradi. Buxgalterlar yoki bank xodimlari? Albatta buxgalterlar. Kassirlar yoki call center operatorlari? Call center operatorlar chunki uzoq vaqt qimirlamay o'tirishadi. Video montajchilar yoki IT dasturchilar? Qiyin tanlov, lekin video montajchilar. Harbiylar yoki avtobus haydovchilar? Avtobus haydovchilari chunki juda ko'p o'tirishadi. Logistlar yoki o't o'chiruvchilar? O't o'chiruvchilar chunki og'ir jihozlar va keskin harakatlar bilan ishlashadi. Maktab o'qituvchilari yoki sotuvchilar? Sotuvchilar. Farmatsevtlar yoki dehqonlar? Albatta dehqonlar. Mebelchilar yoki buxgalterlar? Mebelchilar og'ir yuk o'tirishdan ko'ra xavfliroq. Call center operatorlar yoki video montajchilar? Call center operatorlar. Avtobus haydovchilar yoki o't o'chiruvchilar? O't o'chiruvchilar. Sotuvchilar yoki dehqonlar? Bu yerda dehqonlar chunki jismoniy zo'riqish grija xavfini oshiradi. Mebelchilar yoki call center operatorlar? Mebelchilarda grija xavfi ko'proq. O't o'chiruvchilar yoki dehqonlar? O't o'chiruvchilar keskin harakatlar belni bir zumda zo'riqtiradi. Va nihoyat final, mebelchilar yoki o't o'chiruvchilar? Juda ham qiyin tanlov, lekin mebelchilarda grija bo'lish xavfi ko'proq. Sababi uzoq muddat egilish, burilish va og'ir yuk ko'tarish kombinatsiyalarini bajariladi. Shuning uchun grija xavfi ko'proq. Siz qaysi sohada faoliyat yuritasiz? Sahifamga obuna bo'lib, kommentariyada yozib qoldiring. 3-qismda sizni kasbingiz ham bo'lishi mumkin.